Bugun 19-noyabr 2025-yil Agrobank va tadbirkorlik qilish istagi bo'lgan fuqarolar, tadbirkorlar bilan uchrashuv belgilangan. Men sizlarga hozir Agrobankda mavjud kredit turlarini sizlarga aytib chiqaman. Shunga qarab sizlar bilan kelishib gaplasha olamiz. Bizda hozirgi kunda KK312 Prezidentimizning 312-qarori asosida kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi asosida tadbirkorlarga 300 milliongacha kredit ajratilyapti. 100 milliongacha garovsiz. 100 million tepasiga garovli kredit ajratyapmiz. Muddati buni 7 yil, 2 yil imtiyoz davri bor. Foiz stavkasi 21%. Agar rahbar ayol kishi bo'lsa 19% qilib belgilangan. Keyin mahalla loyihasi mavjud. Mahalla loyihasida maksimal summasi 50 milliongacha, foiz stavkasi 25%, ayollarga 23%. Buning muddati 5 yilga, 2 yil imtiyoz davri bor. İmtiyoz davri o'zlaringiz bilasizlar, faqat foiz stavkasi, foizni to'lab boriladi. Keyin 3-yilda bo'lsa tanasi qo'shiladi. Keyin biznesga ko'mak bor. Biznesga ko'magimizda tarifi muddat 4 yil, 6 oy imtiyoz davri bor. Buni ham foiz stavkasi erkaklarga 25%, ayollarga 23%. Buni ham o'sha 6 oy imtiyoz davrida faqat 6 oy foizni to'lab boriladi. Keyin bundan tashqari biznesga birinchi qadam degan turimiz bor. Bunda muddati 1 yilga, bu 5 million so'mgacha. Endi misol uchun birinchi biznesini boshlayman deganlarga, buni endi yo'nalishlari endi parrandachlik, chorvachilik, teplisa qilmoqchi bo'lganlar uchun beraveramiz. Shunga maqsadga qarab kelib chiqib beraveramiz. Keyingi pastdagi ishlovchi budjet xodimlari shu pastda front ofisimizda nima bor? Mikroqarzlar bor. Ular foiz 30%. Keyin kredit karta bor. Bu ham 30-32% dan beriladi. Muddat 4 yil. Ishlovchi xodim agar